Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Bullayev. Bugun mana ko'chatxonamizdan ozgina video qildim. Bugun 18-iyun. Ko'chatlarimizni mana oralatib tozalab qo'yilyapti. Suv berishyapti mana. Graduslar qo'yilgan. Tashib tushadiganlar, hashar ushiga qo'yilgan. Ventilyatorlar qo'ydik qo'shimcha. Tumoniylar qo'yilgan. Sababi haroratni, namlikni nazoratga olish kerak. Ko'chatlarimiz mana bu kasetani qo'ygandik. Bu kasetadan emas, shlankadan suv beryapmiz. Xo'sh, mana buni xatosi, ishchilarning xatosi, chuqurroq ekib qo'ygan buni. Endi mana shu ideal holati, bu ham sal ozgina chuqurroq, mana shunday holatda bo'lsa yaxshi edi. Qaranglar, chuqurroq ekib qo'ygan, gavharni ko'mib qo'ygan. Hozirdan ko'chat mana holati. Bari u ancha yetiladi, hali xudo xolasa, tomirlar baquvvat, oppoq. Chuqur ekib qo'ygan mana. Mana ekib xomta qilib ketishyapti, baklarni olib oshchasin. Mana bu ona ko'chatni ham olib havo yetkazish kerak. Mana ideal holati mana shunday. Uni ham ozgina chuqur ekib qo'yishgan. Endi ishchilarni ham tushunsa bo'ladimi? Boshida endi hammasi ham bir xil bo'lmaydi. Endi hozir ancha qo'l kelib qoldi, mana xudo xolasa chiroyli qilib qilishyapti. Kasetalarimiz ayrimlari to'lib mana oshchasi bu yoqqa chiqyapti. Ona ko'chatlarimiz ham yaxshi xudo xolasa. Qisqacha ma'lumotimiz shu. Tani joylar sog' bo'lsin. Dehqonchiliklar bilan charchamanglar. İzlanishda to'xtamanglar. Alloh nasib qilsa biz ham izlanishda to'xtamaymiz. Ko'chatimiz menimcha ozmoz ortadi, ozmoz, ko'p emas. Aloqaga chiqishinglar mumkin. Xudo xolasa kasallik tushirmasdan hamma agrotexnikalarni qilib kelyapmiz inshaalloh. Alloh o'zi qo'llasa hech gap emas. Tan joylar sog' bo'lsin, yana dehqonchilikka baraka bor.